Qadimki Uyg'ur buddizm madaniyatining eng mashhur namoyandalaridan biri bo'lgan Maytri Smith, ya'ni Maytri bilan uchrashish nomli sahna asari 9-asrning 2-yarmida Sharqiy To'xarchidan Uyg'urchaga tarjima qilingan. Mazkur asarning qumol nusxasi hozirgacha bayqalgan boshqa nusxalarga solishtirganda nisbatan to'liq va mukammalroq saqlangan nusxa hisoblanadi. Maytri Smith va uning asl nusxasi Xitoy Madaniyat Ministrligi tomonidan davlatning bebaho asar artiqllari tizimligiga kirgizilgan qadimki Uyg'ur tilidagi bir necha asarning biridir. Xitoy xabarlari tori bu yil mayda Sharq va G'arbdan so'rash nomli maxsus sahifilik programmasida Maytri Smithning bayqilishi nimani tushundirdi nomli suhbat e'lon qilgan. Xitoy xabarlar torining muxbiri Wang Xiaojun mazkur suhbatda Qumul viloyatlik muzeyining boshlig'i atalmish tadqiqotchi Yan Fengni ziyorat qilgan. Qiziqarligi shuki, Xitoyning eng chong hukumat taratqullaridan biri bo'lgan Xitoy xabarlari torida e'lon qilingan mazkur suhbatga qadimki Uyg'ur tilidagi Maytri Smithning xilal yaxshi saqlangan bir betining rasm nusxasi ta'tir choplangan. Bu asarni atalmish Junhua madaniyatining bir partisi deb tashviq qilishni asosliq nishon qilgan bu suhbatda qadimki Uyg'ur tilidagi bu asardan o'rnak ko'rsatishni unutmagan Xitoy muxbiri va Qumul viloyatlik muzeyining Xitoy boshlig'i o'rnak uchun ko'rsatgan bir bet rasm holatidagi qo'lyozmaning o'ng ta'tirligini bilmagan. Buningdan ziyorat qiluvchi bilan ziyorat qilinuvchilarning kimlar ekanligini, ularning kasbiy sapasining qaysi darajada ekanligini ko'rib olish tas emas. Albatta, qadimki Uyg'urcha qo'lyozmalarni o'qishda odatda yuqoridan tuvanga yoki o'ngdan so'lga o'qishdan iborat ikki xil usul qo'llaniladi. Qadimki Uyg'ur tilidagi qo'lyozmani qanday tutib o'qishni bilmagan bu atalmish Xitoy mutaxassislardan rasmi berilgan yaproqning Maytri Smithning qaysi bo'limining qanchinchi betiga tava ekanligini so'rash albatta ortiqcha ish. Undaqda biz ishimizni Xitoy bozoriga solgan bu suhbatdagi rasmiy ta'tir berilgan qo'lyozma o'rnikini to'g'irlash va bu betning Maytri Smithning qaysi bo'lim qanchinchi beti ekanligini aniqlashdan boshlaylik. Bir millat kimligining asosiy tarkiblaridan biri bo'lgan yeziqni ta'tir qo'yishning yoki uning o'ng ta'tirsini farq etolmaslikning ilm sohasida naqadar nodonlik va hurmatsizlik ekanligi hammaga ma'lum. Biz o'qish yo'nalishi ta'tir ko'rsatilgan qadimki Uyg'ur tilidagi bu qo'lyozmaning rasm holatidagi bu bitini to'g'rilgan vaqtimizda mazkur rasmga tamg'i qilib besib etilgan Xitoy xabarlari turi degan Xitoycha xatlarning yo'nalishini o'zgartirishga amalsiz qoldik. Burunqilar yozgandek va mazkur suhbatda Xitoy kasbiy tadqiqotchining aytganidek asar yaproqlari va yaproqchilari texcha 293 betlik nepiz plastik xaltaga qilinganligi ma'lum. Bu deganlik, mazkur asarning asli qo'lyozmalari hozirgacha tizimlanmagan. Shundaqla tutilgan yoki buzilgan betlarni asliga keltirish xizmati texcha elib berilmagan deganlikdir. Ya'ni plastik xaltalarga butun betlar yoki cho'ngroq yaproqlar ayrim-ayrim silingan bo'lsa-mu, lekin o'zi tava bo'limlardagi o'rni aniqlanmagan kichik yaproqchilarning o'xshash bir xaltaga silinib aralashtirib etilganligi aniq. Ma'lumotlarga qaraganda, ba'zida 40 dan ortiq yaproqcha bir xaltaga qachilangan ahvollar bor. Bularning tavallikini aniqlamaslik, bir-biridan ayirmaslik butun asarning qancha bet ekanligini jazmlashtirishda cho'ng xatoliklarni keltirib chiqardi albatta. Aslida bunda qimmatli asar xuddi Berlinda saqlanayotgan Maytri Smithning tengim nusxasiga o'xshash maxsus lahayalangan aynaklar orasidagi ovozsiz bo'shliqda saqlanish kerak edi. Maytri Smithning qumul nusxasini eng burun va sistemli tadqiq qilganlar Uyg'ur tadqiqotchilardir. Qadimki Uyg'ur tili va madaniyat tadqiqotchilaridan Isroil Yusuf, Abduqayim Xo'ja va Dolqun Qambir qatorliqlar 1987-yili Maytri Smithning qumul nusxasining kirish va dastlabki 4 bo'lim haqidagi kitoblarini nashr qilgan. Bu qatim Xitoy xabarlari torining muxbiri bilan Qumul viloyatlik muzeyining boshlig'i Yan Feng o'tirsidagi Maytri Smithni ko'rdigan suhbatning mazmuni asosan degudek 1987-yili yuqorqi 3 nafar Uyg'ur tadqiqotchi tomonidan nashrga tayyorlangan kitobning Xitoycha kirish so'zi qismidan olingan.
Mutaxassis sifatida suhbatga alayda taklif qilingan Yanping 1987 yildan keyin Maytri haqida qandaq tadqiqotlarning elib berilganligi, shundaqla mazkur asarning yemidan tepilgan yaproqlari haqida hech narsa deyilmagan. Bundan uning qadimgi Uyg'ur tilidagi qo'lyozmalar bo'libmi, Maytri haqida to'liq tushunchasi yo'q, chala tadqiqotchi ekanligini ko'rib olish tas emas. Undaqda Maytri nombitik qandaq asar? Bu asarning qadimgi Uyg'ur tilidagi tarjimasi qandaq dunyoga kelgan? Bu asarda aks ettirilgan Maytri e'tiqodini qandaq tushunishimiz kerak? Maytri nombitik, ya'ni Maytri bilan uchrashish sutrasi Uyg'ur buddizm tarixining dastlabki davrlarida, ya'ni milodiy 9-asrning 2-yarmida Hindi Yevropa tillarining eng ko'ni o'rnaklaridan biri bo'lgan Sharqiy To'xarcha, ya'ni To'xarcha tilidan qadimgi Uyg'ur tiliga tarjima qilingan ko'p qismliq bir drama asaridir. Aslidagi To'xarcha asar Arya Chandra tarafidan sanskrit tilidagi munosabatlik asarlarni tanlab To'xarchaga tarjima qilish orqali tuzib chiqilgan. Mazkur asarning To'xarcha nusxasidan Pratna Rakshit ismli kishi tarafidan qadimgi Uyg'ur tiliga tarjima qilinganligi ma'lum. Bu asar milodiy 4-asrning o'rtalarida shakllanishga boshlagan va 9-asrning 2-yarmidan boshlab 13-asrning oxirigacha bo'lgan oralikda Sharqiy Turkistonda eng gullangan davrni yashagan buddizm Maytriya e'tiqodining vakillik xarakteriga ega asaridir. Bu asar ustida ilib berilgan yaqinqi 20 yildan buyangi tadqiqot natijalariga asoslanganda Maytriya mazhabi hozirgacha tasavvur qilinib kelinganidek faqatla buddizmning Hinayana mazhabiga tava asarlarini asos qilib qolmasdan, balki Mahayana mazhabiga tava bir qism asarlarni ulug'lagan bir buddizm mazhabidir. Maytriya mazhabining tub nuqta nazarlaridan qaraganda, bu mazhabga e'tiqod qiluvchilarning eng chong orzusi kelgusida yer yuziga keladigan Burhan Maytri bilan uchrashishdan iborat ekan. Bu mazhabning buddizmning boshqa mazhablardan farqlanadigan yana bir alohidaligi shuki, ularning muqaddas kitoblarida Burhan Maytri yer yuzidan ko'tarilib mangulik erkinlik shahri bo'lgan Tushita jannatiga chiqib qolmasdan, balki yana Tushita jannatidan yer yuziga tushib insonlar orasida yashaydi ekan. Maytri simitda Maytrining tug'ilish, o'sish, burg'onlik yo'lida uy joyidan voz kechib rohib bo'lish jarayonlari, bergan ta'limlari va oxirida nirvana darajasiga yetish kechirmishlari nihoyatda qiziqarli ham ta'sirli ko'rinishlar orqali jonlantirilgan. Shaxslarga va jamoatga yordam qilish, shundaqla sadaqa berishning ahamiyati ta'kidlangan. Asarning 20-bölümüdən 25-bölümlərgacha bo'lgan aralıqda jonliqlar sodir qiladigan o'ldirish, o'g'irlik qilish, shahvoniylik, yolg'onchilik, chiqimchilik, g'aybatxo'rlik, pisliqlik, kundashlik va yomon niyatdan iborat 10 gunoh haqida tafsiliy ma'lumotlar berilgan. Ya'ni bu gunohlarning kelish manbasi, ularning qutulish yo'llari va gunohkorlarga beriladigan har xil jazolar nihoyatda tafsiliy tushuntirilgan. Mazkur asarning do'zax tasvirlarida Xitoyning klassik jazo qonunlarida uchraydigan nurg'ulg'an jazolash usullarining buddizmning ta'sirida maydonga kelganligini isbotlaydigan hali ko'p amaliy misollar uchraydi. Maytri e'tiqodidagi yaxshilik va yomonlik qarashlari, yaxshi xislat ham axloq fazilat haqidagi tushunchalar hozirgi Uyg'urlarning turmush madaniyatidagi qimmat qarashlaridan ancha farqlanib ketmaydi. Bu shuni isbotlaydiki, tarixdagi Uyg'ur buddizmining Maytri mazhabi hargizmi Xitoy buddizmining ta'siri bilan emas, balki asli manbasi Hindistondan kelgan Budda qarashlari bilan Uyg'urlarning ijtimoiy turmush tajribalarining organik birlashtirilishidan kelgan. Xitoy xabarlari to'rining suhbatiga asosliq fikr bayon qiluvchi ustida qatnashgan atalmish kasbiy tadqiqotchi Yanping Maytri dramasining 26 va 27 bölümlarining kam ekanligini tilga olgan. Uning bu so'zlari bizda bu bölümlar yo'qotib o'tilganmi qandoq degan andish qo'zg'aydi. Amaliyotda Maytri qumlunususida bu 2 bölümdan xeli ko'p yaproqchilarning borligi ma'lum. Bularda Maytrining badnidagi 32 belgisi sanalgan. Maytrining Padişah Simha va o'z onasi bilan ilib borgan suhbatlari bayon qilinib, oxirida uning nirvana darajasiga yetishi bilan drama oxirlashgan. Biz Yanpingning bu so'zlaridan, uning hatto Xitoy olimi Gang Shiminning germaniyalik olimlardan Hanus Joachim Glimkayt va Jens Peter Lautlar bilan hamkorlashib, Maytri 26 va 27 bölümlariga mansub yaproqlarning bir qismini nashr qilganligidanmi xabarsiz ekanligini jazmlashtirdik. Maytri nombitikning qancha xil qo'lyozmasi bor? Ular qachon va qaysi yerlardan topilgan?
Hozir qayerda saqlanayotdi? Bu asarning To'xarchi asl nusxasi haqida nimalarni bilamiz? Kirish bilimini qo'shganda jami 28 bilimdan tashkil topgan bu cho'ng hajmlik sahna asarining hozirgacha 3 xil qo'lyozma nusxasi topilgan. Bulardan Turpan Sangim nusxasi 1906 yili Sangim eg'zidagi toshkemirliklardan 8 va 24 bilimga tava bo'lgan bir qism yaproqlarni o'z ichiga olgan Turpan Murtuq nusxasi shu yili Murtuqdagi toshkemirliklardan. Qumul nusxasi 1956 yili Qumul noyisi Tangirtaq yezisining Tumirti kenti atrofidagi kichik buyum deb atalgan tog' kechki atrofidan topilgan. Bulardan boshqa yana 2006 yili Qumulning Tumirti kentiga bir necha kilometr yiroqlikdagi tog'liq mahalla Narnasidan Tumirti nusxasidan uzun yillar burun yirtilib ayrilib ketgan bir qism kentlik yaproqchilar topilgan. Dastlabki 2 nusxa yaproqlarining kunimizda Urumchida saqlanayotgan oz sonli kentlik yaproqlarini hisob olmaganda hammasi degudek Germaniyaga kelib ketilgan. Bulardan boshqa yana keyingi vaqtlarda Sankt-Peterburg, Kyoto va Helsinki shaharlarida saqlanayotgan qadimgi Uyg'urcha qo'lyozmalar orasida oz sonda bo'lsa-mu Maytri Smit Nombitning yaproqchilari borligi ma'lum. Qadimki Uyg'urcha asarga manba bo'lgan To'xarchi nusxaningmi 19-asrning boshlarida Turpan va Qarashahar atrofidan topilgan bir nusxasi va 74-yil yana Qarashahar Shikshimdan topilgan ikkinchi bir nusxasi bor. Birinchi nusxa yaproqlari Parij, Berlin va Sankt-Peterburgda. Ikkinchi nusxa Uyg'ur Abnum rayonlik muzeyda saqlanmoqda. Bu nusxalarning ko'p qism yerlarining yo'qolib ketganligi yoki hozirgacha bayqalmaganligi qadimki Uyg'ur tilidagi nusxaning qimmatini texim oshirgan. Undaqda Maytri Smitning qadimki Uyg'ur tilidagi to'liqroq va mukammalroq nusxasi bo'lgan Qumul nusxasi qanday bayqalgan? Xitoy xabarlari to'rining ziyoratini qabul qilgan atalmish tadqiqotchi Qumul viloyatlik muzeyining boshlig'i Yan Feng bu asarning qadimki Uyg'ur tilidagi nisbatan mukammal nusxasining 1959 yili 4-oyda Qumulning Tumirti kentidan topilganligini tilga oladi. Halbuki muallif 2013 yili mazkur asarni topgan marhum Yahya Rayim akaning Tumirtidagi o'g'lini shaxsan o'zi ziyorat qilganda, u bu asarning u tug'ilgan vaqtda, ya'ni 1956 yili ularning uyida bor ekanligidan guvohlik bergan edi. 1958 yili bu asar Yahya Rayim akaning oilasidan Qumul noyilik tashviqot bo'limiga elib ketilgan. Hozirgacha asar topilgan vaqt deb qaralib kelayotgan 1959 yili asarning Uyg'ur Abnum rayonlik muzeyga elib ketilib, tizimlikka kirgizilgan vaqtdan iborat. Uyg'ur madaniyat tarixidagi bu qimmatli asarni payqagan va uyda bir mezgil saqlagan marhum Yahya Rayim akaga mukofot sifatida faqatla bir taqdirnoma berilgan. Egilishimizcha, Yahya Rayim aka umrining oxirigacha ko'p qatim iltimos qilibmi, hech qanday moddiy yordamga erisha olmagan. 2006 yılı bayqalgan Maytri Smitning Narnasi yaproqchilarining hech qanday daxli tarziga uchramay, Qumul muzeyga yetib kelishida hal qilg'uchi rol o'ynagan Qumul shaharlik madaniyat idorasining muavin boshlig'i Yunus Apandi mukofotlanish o'rniga 2015 yili yo'qolan bir bahona bilan tutqun qilinib, turmaga tashlangan. Bu qimmatli asarning izlab tepilish va qutqizib qilinishida o'xshashli hal qilg'uchi rol o'ynagan tarixchi Beijing Millatlar Nashriyotining oliy tahriri Abduz Urg'un Apandi turmaga tashlanib 15 yillik kesib Mazkur asar tepilgan Qumulning qadimiy tog'liq yezi kentlarining beshiga kelgan kulfatlar asarni bayqagan kishilar duchor bo'lgan azob-uqubatlardanmi ig'ir bo'lgan. 2010 yildan boshlab Xitoy hukumatı sayohat rayoni qurish bahonasi bilan Tumirti va Narnas xalqini necha yuz yillardan beri yashab kelgan ota yurtlarini tashlab boshqa yerlarga ko'chishga majburlagan. 2012 yılı Narnasidagi birdan-bir boshlang'ich maktabda qilib, farzandi bor oilalar maktab yashaydigan bolalarni elib, tuzlamlik rayonlarga ko'chishga qistalgan. Uyg'ur diyorining Turpan va Qumul qatorliq joylaridan Maytri Smit Nombittik, 10 to'g'ri yo'l qatorliq bir qism bevosita To'xarchidan tarjima qilingan muhim ham cho'ng hajmlik asarlarning tepilishidan tarixda Uyg'urlar bilan Hind-Yevropa millatlaridan bo'lgan To'xarlar orasidagi til va madaniyat almashtirish munosabatlarining to'limi gullangan bir davrni boshdan kechirganligini qiyos qilishga bo'ladi. Maytri Smit Nombittikning qadimki Uyg'urcha tarjimasi qandaqdir so'zma-so'z tarjima bo'lib qolmasdan, balki yerlik Uyg'urlarning ehtiyoji va tushunish iqtidoriga moslashtirilib qilingan yerim ijodiy va yerim tarjim asaridir.
Əsərinin Uyğurca və Toxarca nüsxəsindən başqa yana Quchaq Qızıldakı Ming Butta öylərində məzkur əsərinin məzmuniga asosan tam rəsmləri sızılğan. Bir qismi hozirgacha saqlanğan bu rəsmlər nəhayət ko'rkam və canlıq sızılğan. Bu xil usul orqali o'z davrida e'tiqodchilarning voqelik va nazariyalarni texmi oson tushunishiga sharoit yaratib berilgan. Asarning Uyg'urcha va Toxarcha nusxasidan boshqa yana Quchaq Qızıldakı Ming Butta öylərində mazkur asarning mazmuniga asosan tam rəsmləri sızılğan. Bir qismi hozirgacha saqlanğan bu rəsmlər nəhayət ko'rkam ham canlıq. Bu xil usul orqali o'z davridagi e'tiqodchilarning voqelik va nazariyalarni texmi oson tushunishiga sharoit yaratib berilgan. Uningdan boshqa yana Maytir Simit nombitikda bayon qilingan nurg'unlagan muhim voqeliklarning Dunhuang tosh kemirliklari tomlarga sızilganligi ma'lum. Bu asar Buddizm madaniyati tadqiqoti va Indo-Yevropa tillari bilan Uyg'ur tilining selishtirma tadqiqotida intayin muhim manba asar hisoblanadi. Şunun bilan bir vaqtda bu asar Uyg'ur tilini asos qilgan Turkiy tillarining til tarixini tadqiq qilishda muhim bir o'rnak bo'lib qolmasdan, balki yana Hindi-Yevropa tillarining taraqqiyot tarixini aniqlash tadqiqotida muhim rol o'ynaydi. Ko'p sondagi tadqiqotchilar 11-asrdan boshlab Uyg'urlarning buddizm mazmunidagi diniy asarlarning bir qismini Xitoychadan tarjim qilganligini ko'zda tutib, Xitoy tilining qadimki Uyg'ur tiliga nihoyat zo'r ta'sir ko'rsatganligini ta'kidlashadi. Amaliyotda Uyg'ur tilidagi buddizm atalg'ulari va asosli so'zlari Toxarchadan tarjim qilingan davrda allaqachon shakllanib bo'lgan. Maytir Simitning qadimki Uyg'urcha tarjimasini Toxarcha asli nusxa bilan selishtirib tadqiq qilish bu haqiqatni tushunishda bizni muhim dalillar bilan ta'minlaydi. Qadimki Uyg'ur tilidagi Maytir Simit bilan uchrashish nomli asarning qo'lyozmasining bayqilishi Uyg'ur xalqining qadimki buddizm madaniyati bilan bog'liq bo'lgan ijodiy kuchi va aql farosatining xili yuqori darajaga yuksalganligini ko'rsatib beradi. Bo'libmi, bu asarning qo'lyozmasi topilgan qadimiy Uyg'ur tog'liq kentidagi yerlik xalqning bu bebaho madaniyat merosini asrlar bo'yi o'z bag'rida saqlab kelishi bir tarafdan Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqiga yurgizayotgan madaniyat qirg'inchiligiga qarshi ma'naviy qalqon bo'lgan bo'lsa, yana bir tarafdan millatni umidvorlikqa ham hurlikka undaydigan ilhom bo'lmoqda. Maytir Simit nombitik haqidagi bu yozmamizni asarning o'zidagi mono bayonlar bilan oxirlashtirmoqchimiz. Bu savobni oldi bilan Uyg'ur shahzodamiz Tangri Büyüğü el bilgi Arslan Tangri oilalarining qudratiga bag'ishlaymiz. Madiye ve alqışqa sazovor 10 Uyg'ur davlati, 30 shahzodasi, 9 ministri, minglagan xizmatchilari, tumanlagan xos mulozimlar bilan 10 million yilgacha xalqining hurmatidan bahramon bo'lg'ay.